Do'stlar, Ruday ko'chasidan 80 kvadratlik 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Mana bu yerda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, prixoja mebel o'rnatilgan. Mana bu yerda bizlarda sanuzol qisqacha ko'rsatib o'taman. Ikkita razvedniy sanuzol tushgan. Bu birinchisi va mana bu yerda уже bolalar yotoqxonasi joylashgan. Bolalar yotoqxonasida ham hamma kerakli jihozlar o'rnatilgan. Kravat, shifonierlari bor. Dekoratsion oyna qilingan prixojada. Bu yerda esa bizlarda mehmonxonada ham kerakli jihozlar o'rnatilgan do'stlar. Polnis yeri remont qilingan. Remontdan keyin hech kim yashamabdi. Va mana bu yerda bizlarda oshxona. Oshxonamizda ham kerakli jihozlar o'rnatilgan. Gazli plita, vытяжка, холодильниклari bor. Mana shunaqa balkon qismi ham bor kvartiramizda. Rakvinalar o'rnatilgan. Kadastr hujjatlari tayyor, bir kunda sotib olishingiz mumkin. Va mana bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasida ham kravat, shifonier, remont, tumbuchkalar o'rnatilgan do'stlar. 105 ming so'ralyapti, yana savdosi bor va mana bu yerda ikkinchi razvedniy sanuzol. Dvokonturli kotel o'rnatilgan, cho'g'li pol radiatorlar qilingan. Kimga qiziq bo'lsa agar telefon qilinglar, yana arzonroq qilib beramiz. Ko'rishguncha. Do'stlar, Ruday ko'chasidan 80 kvadratlik 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Mana bu yerda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, prixoja mebel o'rnatilgan. Mana bu yerda bizlarda sanuzol qisqacha ko'rsatib o'taman. Ikkita razvedniy sanuzol tushgan. Bu birinchisi va mana bu yerda уже bolalar yotoqxonasi joylashgan. Bolalar yotoqxonasida ham hamma kerakli jihozlar o'rnatilgan. Kravat, shifonierlari bor. Dekoratsion oyna qilingan prixojada. Bu yerda esa bizlarda mehmonxonada ham kerakli jihozlar o'rnatilgan do'stlar. Polnis yeri remont qilingan. Remontdan keyin hech kim yashamabdi. Va mana bu yerda bizlarda oshxona. Oshxonamizda ham kerakli jihozlar o'rnatilgan. Gazli plita, вытяжка, холодильниклari bor. Mana shunaqa balkon qismi ham bor kvartiramizda. Rakvinalar o'rnatilgan. Kadastr hujjatlari tayyor, bir kunda sotib olishingiz mumkin. Va mana bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasida ham kravat, shifonier, remont, tumbuchkalar o'rnatilgan do'stlar. 105 ming so'ralyapti, yana savdosi bor va mana bu yerda ikkinchi razvedniy sanuzol. Dvokonturli kotel o'rnatilgan, cho'g'li pol radiatorlar qilingan. Kimga qiziq bo'lsa agar telefon qilinglar, yana arzonroq qilib beramiz. Ko'rishguncha.